Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyaga bormoqchi bo'lgan migrantlar uchun ajoyib xushxabar. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tojikistonlik migrantlar uchun yaxshi xabar. Endi ular Rossiyaga ishlashga kelishdan oldin o'z vatanida tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin. Tojikiston bergan tibbiy ma'lumotlarni patent olishda taqdim etish mumkin. Rossiya bu xarajatlarni tan oladi. Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi tegishli bitim ratifikatsiya qilindi. Sankt-Peterburgdagi qurilishda reyd. Sankt-Peterburgdagi Aleksandr Blok ko'chasida joylashgan elita turar joy majmuasi qurilish maydonchasida migrant ishchilarning hujjatlari tekshirildi. Reydda politsiya va Rossiya gvardiyasi xodimlari ishtirok etdi. Jami bo'lib taxminan 60 nafar chet ellik ishchilarning hujjatlari tekshirildi. Reyd davomida qurilish asboblarini saqlash uchun ishlatiladigan konteynerga yashirinishga uringan 3 nafar hujjatsiz migrant topilgan. Yana bir ishchi hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortgan va politsiya xodimlarini telefonida suratga olishga uringan. U qonuniy talablarga bo'ysunmagani uchun hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketilgan. Reydda o'ndan ortiq odam noqonuniy asoslarsiz ishlayotgani aniqlangan. Ularga protokollar yozilib, hozir Rossiyadan deportatsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Toshkentda kuchli chaqmoq sabab samolyotlar aeroportga qo'na olmadi. Toshkent aeroportidagi noqulay ob-havo, ya'ni kuchli chaqmoq chaqishi sababli 3 ta reys boshqa aerodromlarga qo'nishga majbur bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Airports xabar berdi. Jumladan Mali Toshkent yo'nalishidagi Hway 35-26 reysi, Ostona Toshkent yo'nalishidagi Hway 722 reysi. Shuningdek, Xitoy aviakompaniyasiga tegishli Pekin Toshkent yo'nalishidagi samolyot ham Bishkekdagi muqobil aerodromga yo'nalishni o'zgartirgan. 10 fevraldan boshlab Rossiyada Telegram messenjeri faoliyati qisman cheklana boshladi. Bu haqda RBK xabar berdi. So'nggi kunlarda foydalanuvchilar orasida messenjer faoliyatida ishlashida uzilishlar bo'yicha shikoyatlar ko'paygani qayd etilgan. 2025-yil avgust oyida Rossiya rasmiylari Telegramdagi qo'ng'iroqlarni cheklagan edi. Rasmiylar o'shanda bu ilova firibgarlik uchun ishlayotganini bildirgan. Davlat dumasi deputati Sergey Boyarskiy joriy yilning yanvar oyida Telegramni to'liq bloklash rejalashtirilmayotganini aytgan edi. Uning aytishicha, messenjerda biznes va foydalanuvchilar uchun muhim bo'lgan ko'plab axborot kanallari mavjud. Moskvaga ishga kelgan Qozog'iston va O'zbekistonning 10 dan ortiq fuqarolari og'ir sharoitlarda qoldi. Ular sovuq qurilish inshootlarida joylashtirilgan, deyarli oziq-ovqatsiz qoldirilib, hujjatlari 2 haftadan ko'proq vaqt davomida berilmagan. Jabrlanuvchilardan biri agentlik rasmiy ish bilan ta'minlashni va'da qilgan TikTok'dagi e'lonni ko'rganini aytgan. Yanvar oyida bir guruh erkaklar Rossiyaga kelganda ularning pasportlari shartnoma imzolash va hujjatlarni rasmiylashtirish bahonasida olib qo'yilgan. Bir necha kundan keyin ularni Moskva viloyatidagi qurilish maydonchasiga olib borishgan va sharoitlari bo'lmagan vagonchalarga joylashtirilgan. Ichimlik va yuvinish uchun ham suv bo'lmagan. Sharoitda ulardan ish kiyimi uchun pul olingan. Ularga 2 hafta davomida atiga 6000 rubl to'langan. Ularga hujjatlari migratsiya markazi rasmiylashtirilishi va'da qilingan edi, ammo bu va'da bajarilmadi. Ba'zi odamlar hali ham pasportlarini qaytarib olishmagan. Ishchilar aldanganliklariga va kuch bilan ushlab turganliklarini aytishmoqda. Ular politsiyaga ariza berib, elchixonaga murojaat qilishdi. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, ularni yollagan kompaniya yopilmoqda. 23 fevraldan mazkur yo'nalishda qatnovlar haftada 2 marotaba dushanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da bajariladi. Chipta narxi 1,200,000 so'm. Toshkent Sankt-Peterburg avtovokzalgacha bo'lgan yo'lda oraliq to'xtash Moskva shahri Novoye Sevinskiy avtovokzalida amalga oshiriladi.
Toshkentga qaytish rejalari ham haftaning dushanba va juma kunlari bajariladi. Avtobuslar Sankt-Peterburg avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da jo'naydi. 2026-yil 1-sentyabrdan Rossiyadan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga naqd rubl va oltin olib chiqish cheklanadi. Aktual kurs bo'yicha $10,000 dan ortiq mablag' va 100 grammdan og'ir oltin quymalarni deklaratsiya qilish va mablag' manbasini ko'rsatish talab etiladi. 100 grammdan og'ir oltin faqat ayrim aeroportlardan ruxsatnoma bilan chiqariladi. Yuridik shaxslar esa naqd pulni faqat xalqaro aeroportlardan chiqara oladi. Moskva metrosi xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Migrant nimani bilishi kerak? Moskva metrosi rasmiylari aytishicha, endi metroga kirish paytida yo'lovchilarning mobil telefonlarini tekshirish mumkin. Metro vakillari buni Rossiya transport vaziriga buyrug'iga tayanib e'lon qilishdi. Ushbu qoidalar transport xavfsizligini oshirish uchun ekanligi iddao qilinmoqda. Tekshirish oddiy xavfsizlik xodimi yo'lovchilardan telefonlarni yoki boshqa elektron qurilmalarni oddiy qurilma ekanligiga va to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun ularni yoqishni so'rashi mumkin. Bunga fotosuratlar, xabarlar va shaxsiy fayllarni ko'rish kirmaydi. Qoidalarga ko'ra uning tarkibi emas, faqat qurilmaning o'zi tekshiriladi. Shunga o'xshash choralar oldinroq Sankt-Peterburgda ham joriy etilgan edi. Migrantlar uchun bu barcha yo'lovchilar uchun umumiy qoidalar ekanligi, chet elliklarga qarshi maxsus choralar emasligi tushuntirish muhimdir. Agar xodim sizning telefoningizni ko'rsatishini so'rasa, xotirjamlik bilan bajarish yaxshiroq. Bahslashish, baqirish yoki tajovuzkor xatti-harakatlar vaziyatni yanada murakkablashtirishi va qo'shimcha tekshiruvlarga olib kelishi mumkin. Umuman olganda bu qo'shimcha xavfsizlik chorasi. Agar siz xotirjam bo'lsangiz va qoidalarga rioya qilsangiz, bunday tekshiruvlar odatda tez va muammosiz o'tadi. Rossiya Afg'onistonda mehnat migrantlarini jalb qilish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda Afg'onistondagi Tolibon muvaqqat hukumatining Rossiyadagi elchisi Gul Hasan Taskiya ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ijobiy natijalarga erishish uchun asoslar mavjud. Afg'oniston yosh malakali va professional kadrlarni taklif qilishga tayyor. Shu bilan birga tomonlar aviaqatnovlarni kengaytirish ustida ham ish olib bormoqda. Gap Kam Air aviakompaniyasi tomonidan Qabul va Moskva o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri reyslarni yo'lga qo'yish haqida bormoqda. Diplomatning ma'lumotlariga ko'ra, bunday parvozlarni yaqin kelajakda kutish mumkin. Hozirda poytaxtlar o'rtasida Airina Afghan Airlines aviakompaniyasi haftasiga bir marta Sheremetyevo aeroportidan parvozni amalga oshirmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrant ishchilar tobora ko'proq giyohvand moddalar bilan bog'liq sxemalar qurboniga aylanishmoqda. Natijada ular Rossiya qamoqxonalarida tushib, keyin esa bosim ostida harbiy shartnomalarni imzolab urushga ketishmoqda. Mahkumlarning qarindoshlari va inson huquqlari faollarining so'zlariga ko'ra, bunday odamlarni uyga qaytarish deyarli imkonsiz va muvaffaqiyatli qaytishning faqat bitta holati ma'lum. Farg'ona viloyatidan bo'lgan 21 yoshli Shahboz Rossiyada giyohvand moddalar savdosi uchun 228-modda bo'yicha sudlangan va hozirda Buryatiyadagi jazoni o'tayotgan koloniyada jazoni o'tamoqda. Onasi unga tuhmat qilinganini da'vo qilmoqda. U kuryer bo'lib ishlagan, oziq-ovqat tashigan va tintuv paytida uning posilkasidan giyohvand moddalar topilgan. Bu haqda u bilmagan. Uning so'zlariga ko'ra, u 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekistonlik yana bir ayol shunga o'xshash voqeani aytib beradi. Pista yetkazib beruvchi bo'lgan o'g'lining qutisida noqonuniy moddalar topilgan. Erkak sudlangan, oilasi buzilgan va keksa ota-onasi nevaralari bilan qolgan. Giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlardan ayblangan O'zbekiston fuqarolarining qarindoshlari 1700 dan ortiq a'zosi bo'lgan WhatsApp guruhini yaratishgan. Ko'pchilik qamoqxonadagi mahbuslarga og'ir sharoitlar va bosim ostida harbiy shartnomalarni imzolashga majbur qilinayotgani haqida xabar beradi. U onaning so'zlariga ko'ra, uning o'g'li mahbuslar normal ovqatdan mahrum qilinayotgani va urushga borishga rozi bo'lish bilan tahdid qilinayotgani aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, ba'zilar umidsizlikka tushib qolishadi.